Madridning mashhur giganti Real Madrid ichida katta o'zgarishlar shamoli esmoqda. Klub prezidenti Florentino Perez joriy mavsum yakunlanishi bilan jamoani tubdan yangilashni rejalashtirmoqda. Bu oddiy transfer oynasi emas. Bu haqiqiy tozalash va yangi davr boshlanishi bo'lishi mumkin. Ispaniyaning nufuzli Sport S nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Perez shaxsan o'zi yozda klubni tark etishi mumkin bo'lgan 8 nafar futbolchidan iborat maxsus ro'yxat tuzgan. Eng qiziq tomoni, bu ro'yxatda kutilmagan nomlar ham bor. Ro'yxatning eng yuqorisida esa yosh va iqtidorli yarim himoyachi Eduardo Camavinga turibdi. O'tgan yozda ham uning ketishi haqida gaplar bo'lgandi, ammo bu safar vaziyat jiddiyroq ko'rinmoqda. Klub ichidagi raqobat, taktik o'zgarishlar va yangi transferlar uning o'rnini xavf ostiga qo'yayotganini aytilmoqda. Himoya chizig'ida ham katta o'zgarishlar kutilmoqda. Fran Garcia va Raul Asensio kabi futbolchilar bilan xayrlashish ehtimoli bor. Yarim himoyadan esa Dani Ceballos ham ketuvchilar qatoriga kiritilgan. Eng katta shov-shuv esa tajribali futbolchilar bilan bog'liq, ya'ni David Alaba va Dani Carvajal kabi klub faxri hisoblangan o'yinchilar bilan yozda tugaydigan shartnomalar uzaytirilmasligi mumkin. Bu esa Realning yangi avlodga yo'l ochayotganini anglatadi. Yosh iste'dodlar ham e'tibordan chetda emas. Franco Mastantuano va Gonzalo Garcia vaqtincha boshqa klublarga ijaraga berilishi yoki yaxshi taklif bo'lsa sotilishi mumkin. Klub ularni rivojlantirish yoki moliyaviy foyda olish o'rtasida tanlov qilmoqda. Ammo eng katta intriga hali oldinda. Klub ichida hatto super yulduzlar bilan bog'liq sensatsion qaror ham muhokamada. Manbalarga ko'ra, Vinicius Junior yoki Jude Bellinghamdan biri sotilish ehtimoli ham butunlay rad etilmayapti. Bu qaror amalga oshsa, futbol olamida haqiqiy zilzila bo'lishi aniq. Real Madrid har doim katta qarorlar bilan tanilgan klub. Perez esa har doim risk qilishdan qo'rqmaydigan rahbar sifatida tarixga kirgan. Endi esa savol bitta. Bu o'zgarishlar jamoani yana cho'qqiga olib chiqadimi yoki kutilmagan inqirozga sabab bo'ladimi? Agar siz ham futbol olamidagi eng qaynoq yangiliklarni birinchi bo'lib bilmoqchi bo'lsangiz, Secretex kanalini kuzatishni davom eting. Bu yerda hali bundan ham katta sirlar ochiladi.